iqtidorli xodimlarimizning iste'dodini namoyon etish imkonini beradi. Hurmatli hamkasblar, bugun mana shu xabarlariga bor. 21-oktyabr o'zi o'zbek tiliga maqom berilgan kun. O'zbekiston tarixida o'zbek tili maqomi berilgan kun yaqinlashib kelyapti. Shu munosabat bilan hammalarni tabriklayman. Va har bir millat borki, o'zligini anglashda eng avvalambor til muhim rol o'ynaydi. Endi shu kitobimiz ommalashib hurmatli bo'lib o'qiganda kimdir yetmaydigan yoki buni ham sarf hisob qilib keyin yozishni o'zi ham bir katta mas'uliyat demoqchimanda. O'rganasiz madaniyatni, urf-odat, qadriyatni, mustahkamlab qat'iyatni kitob oling qo'lingizga. Qizlar bilan fikrlashib o'tib ketmay oldimdan shu qizlarni hayron etib menga qiyoq oqib qo'ydi. Mol bo'lib jo'shar yurak, pishqiradi to'lqinlar, sen misolim loq bo'lib irmog'iga oqib qo'y. Olgan omonatni berib keting.